Uchqun ligada birinchi davradan so'ng bir oz tanaffus bo'ldi. Shiddatli otgan birinchi davrada yuqori top 3 ta jamoa bir oz ilgarilab ketgan. Lekin bu hali aldamchi holat. Chunki hali hech narsa hal bo'lgani yo'q. Jadvalga bir qarang. Diyor Akeps 6-o'rinda. Biroq bitta kam o'yin. Agar shu zaxira o'yinida g'alaba qozonsa naqd 3-o'ringa ko'tarilib oladi. Murod Barselona peshqadamlikni hali beri berish niyati yo'q. Birinchi davra oxirida o'ziga bo'lgan ishonchi oshgan Akrom Manchester City bu yogiga istalgan raqibni yanchib tashlamoqchi. Davron Barselona sekin-asta hech kimga bildirmay jadvalda top 3 talikda bormoqda. Feruz Hoji Liverpool esa aynan hozirgi ko'rinishda chempionlikka yagona raqobatchidek ko'rinmoqda. Chunki qolgan jamoalarda farq anchagina. Murod Chelsea va Akrom Real Madrid ochkolari ham o'yinlari ham teng. Ko'ramiz kim chempionatni teparoqda tugatarkan. Asadning ikki jamoasi o'zi bilan o'zi ovora. Qaysi jamoasi kuchli, Fransiya yoki Bavariya? Bu qiziq. Asadning o'ziga ham. Hech bo'lmasa Javlon Arsenalni birinchi ligada olib qolmoqchi. Bo'lmasa ikki jamoasi xavfli hududda. Mavsum oxirida pastki 2 ta o'rin quyi ligaga ravona bo'ladi. Ligada jon saqlab qolish uchun Davron Inter va Diyor aka Juventus kurashmoqda. Ikkalasi ham Italiya jamoalari. Ko'ramiz kimni himoyasi mustahkamroq bo'lib Uchqun ligada jon saqlab qoladi. Kim esa malaka oshirgani quyi ligaga ketadi. Xullas hammada ochko olish uchun sabablar yetarli. Ikkinchi davrani diqqat bilan kuzatamiz endi. Uchqun liga. Olovli liga.